Hammaga salom, bu men Afruza va Promaktab yangi soni. 95 yildan o'tib, mana 101 asrli maktabga tashrif buyurganlardan biz xursandmiz. Assalomu alaykum. Bo'layki, masalan, o'tiringlar bo'ldi. O'tgan yil ochganmiz bu yo'nalishni. Bizda yo'q edi bu arxitektura yo'nalishi. Diplom ishi demak maktabda qoladi. Qoladi. Bitta xona 4 kishiga mo'ljallangan har bitta. Yo'q. Katta xonamizda 8 ta ham bor, 6 ta ham bor. Bolalarga qarabdi. Umum ta'limdagilar ham yo'q xonada turishadi. Bizda umum ta'lim deyilmaydi. Bizda yo musiqachi, yo rassom. Chunki umum ta'limni faqat musiqa bilan rassomchilik qilib beradi. O'shaning uchun ham 11-sinfni bitirganimizdan keyin bizga o'rta maxsus mutaxassisligi qaysi yo'nalishni bitirsa, o'sha bo'yicha diplom beriladi. Konservatoriyaga kiradimi yoki bizani Kamoliddin Behzod institutiga kiradimi, chet ellik institutga kiradimi, biz qo'lda diplom bilan chiqarib olamiz. Yil bo'ladi pedagogik sohamga. 70 yoshga to'laman bu yil Xudo xohlasa ozginadan keyin shu maktab o'zida 47 yildan ishlayman. Shu 3 etajli imoratni o'shatga biza proyektini qilib, chizmalarini o'sha hokimiyatga, akademiyaga berganmiz. Shuning uchun hoziroq Promaktab sahifasiga obuna bo'ling va biz boshladik. Hammaga salom, bu men Afruza va Promaktab yangi soni. Biz loyiha davomida respublikadagi xususiy va davlat maktablarini shaffof tanishtiramiz. Shuning uchun hoziroq Promaktab sahifasiga obuna bo'ling va biz boshladik. Salkam 100 yildan beri faoliyat yuritayotgan respublika ixtisoslashtirilgan san'at maktab-internatiga tashrif buyurdik. Bugungi sonimizda kasbiy ta'lim bo'yicha o'rinbosar Turg'unov Rustam Tulqinovich hamrohlik qiladilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. 95 yildan o'tib, mana 101 asrli maktabga tashrif buyurganlardan biz xursandmiz. Birinchidan bu bizning maktabimiz ixtisoslashtirilgan san'at maktabi, musiqa, rassomchilik va umum ta'lim. Oddiy maktabga qaraganda faqat ixtisoslashtirilgan maktab hisoblanadi. Rasm bilan musiqaga chuqurlashtirilgan maktab. Maktabimizda hozir 800 ga yaqin o'quvchimiz bor, 150 taga yaqin o'qituvchimiz bor. Hamma o'zini mutaxassislik kasb bo'yicha o'qituvchilarimiz ham faoliyat yuritadi. Umum ta'limda ham boshlang'ichdan 11-sinfgacha dars beriladi. 11-sinfdan keyin biza diplom malakaviy ishlardan keyin o'rta maxsus mutaxassisligi diplomi beriladi. Masalan, hozir maktabimizga tashrif buyurishingizdan birinchi kirish qismidan boshlab men sizlarga har bir yo'nalishimizni tanishtirib o'taman. Marhamat. Birinchi bo'lim musiqa bo'limiga kiramiz. Mana bizani bu maktabimizni xoli, eng global bizani maktabimizda o'zimizning o'quvchilarimiz ham mana diplom ishlarida ko'rsatgan ishlari, mana bizani yuqorida shiplarimizni chiroyli qilib bezashda bizani amaliy san'at o'quvchilarimiz diplom ishlarini shunaqa maktabimiz uchun bir chiroyli qilib bezab to'g'rilab ketishadi. Men hozir diplom ishi uchun aynan mana shu ishlarni qilishgan o'quvchilarning o'zi ustozi boshchiligida shu o'quvchilar shu ishlarni qilishgan. Bu ham diplom ishlar. Hamma ishimiz mana shu maktabda o'zimizni bitiruvchilarimizni qo'lida tashqarida ham ko'rgan bo'lsanglar, kirib kelishdagi haykaltaroshlik qaysi yo'nalish bo'ladigan bo'lsa, bizning maktabimizda основной bitiruvchi bolalarimizdan bizga esdalik qoladigan diplom ishlari. Mana bu maktabimizning tarixi. Bizani bitiruvchilarimizni 11-sinfdan keyin mana 78-yildan beri hamma venetkalarimizni yiqqanmiz. 95 yildan beri birinchi bitiruvchilardan tortib hozirgacha hammasigacha bor. Men ham shu maktabni bitiruvchisiman. Mana shu yerda birinchilar qatorida turibmiz. Biz ham bitirganimizga ancha yil bo'lgan. Shu hozir oxirgi mana 2025-bitiruvlargacha mana bizani bolalarimiz ustozlarini ham o'zlarini ham esdan chiqarmasligi uchun shunaqa chiroyli bir ko'rgazma qilib qo'yganmiz. Mana bizani bu fortepiano bo'limimizni yetuk o'qituvchilarimizdan biri Komolaxon, mana o'zlarining o'quvchilari bilan dars o'tyaptilar. 8-B sinfdan ismim Qarabekova Hayotxon. Fortepiano bo'limida 6-sinfdan keldim. Hozir ko'ngilbar. Ulardan 3-yil уже chalyapman fortepianoda. Chalib bera olasizmi hozir biror musiqa? Kichik bo'lsa ham bir kichkinagina kuy. Parcha.
endi hozir o'quv protsessida bo'lganda bizga hali aytilmadi что kal berish yoki anaqa to'satdan kirganimiz uchun ozgina o'zlarini yo'qotib qo'ydilar. Mayli, tushunamiz. Rahmat. Sog' bo'linglar. Bular hozir 6-sinfdan kelgan bo'lsa, demak maktabga qabul 1-sinfdan qat'iy emas. Shunaqami? Yo'q, mana maktabimizda bizada akademiya tizimida bir shu viloyatlarda bizga o'xshagan ismiy maktablari bor. 12 ta viloyatda bizaniki respublika ixtisoslashtirilgan san'at maktabi respublikada bitta bo'lgani uchun viloyatdan ham keladiganlar bor-da. O'shaning uchun bularga yotoqxonamiz bor. Hozir ko'rsataman ularni ham. Yotoqxonadan tashqari mana kelayotgan bolalarimizni biz 1-sinf bilan 5-sinfda imtihon qilib olamiz. 1-sinfda o'zbek, rus sinfiga olsak 30 tadan bola, 5-sinfga o'zbek sinf 30 ta bola olamiz. Har yili shu miqdorda imtihon orqali olamiz. Lekin boshqa sinflarda ketganlarning o'rnini to'ldirish uchun biz akademiyaga kvota beramiz. O'sha kvota orqali bo'shagan o'rinlarni to'ldiramiz. O'shaning uchun hozir bu qizimiz 6-sinfda kelishga majbur bo'lgan. Va o'zi asosan maktabda 3 xil bo'lim bor: umumta'lim, rassomchilik va musiqa. Musiqa bo'limi. Aynan mana shu rassomchilik va musiqa bo'limida ham odatdagidek fanlar o'tiladimi aslida? To'ppa-to'g'ri. Umumta'lim bilan farqini ayta olasizmi? Umumta'lim oddiy maktabdagi o'sha 45 minutdan berilgan dars soatlarimiz, hamma fanlarimiz bor. Bir xil. Umumta'lim fanlari hech qanaqa boshqa maktablarnikidan o'zgarmagan. Faqat standartiga mosul, lekin oddiy qilib aytganda ixtisoslashganligimiz uchun, shu musiqa bilan rassomlikka chuqurlashtirilganligimiz uchun oddiy maktablarga 1 soatdan bizning asosiy fanlarimiz qisqargan. Sababi mutaxassislik fanlariga ko'proq dars qilib naq qilish uchun. 1-sinfdan 4-sinfgacha o'quvchilarimiz o'zini ishlarini ham qo'yishadi. Bizada nima deydi, har bir bo'limimizda rassomlarimiz ko'p. Musiqa bo'limida 200 ga yaqin nafar o'quvchimiz bo'lsa, rassomlik bo'limida 500 ga nafar o'quvchimiz bor. O'sha hisoblaganda shu 700-800 atrofida bolalarimiz shu maktabda tahsil oladi. Shu olganlarni ichida rassomlardan ko'p ko'rgazmalarda, qatlarda qatnashgan, yaxshi ishlar, yaxshi diplom ishlarini biz ham ko'rgazmalik qilib ishlarni osib qo'yganmiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tiringlar bolalar. Bu o'zbek sinf. Maktabimizning eng oldi boshlang'ich o'qituvchilarimizdan biri mana Nodiraxon. Assalomu alaykum. Bu sinfni 1-sinfdan olib kelyaptilar. Ular 4-sinfni bitirgandan so'ng umumta'lim yo'nalishida 5-sinfni davom ettirishadimi yoki qaysidir yo'nalishga? Yo'q, mana hozir bizada bu umumta'lim fanlari oddiy maktabga o'xshab o'tilaveradi. Bularning ichida hozir rassomlar, musiqalar ham o'tirishdi. Bular yarmisi musiqa, yarmisi rassomlar. Lekin bular hozir mana umumta'lim darsdan keyin rassomlar o'zini darsiga kiradi, musiqachilar o'zining darsiga boradi. Musiqada ham o'sha 5 ta yo'nalishdagi o'ziga faoliyat yuradi, rassomda ham o'sha 2 ta. Bular bilan ishlashda qanaqa qiyinchiliklar bo'ladi sizda va qobiliyatini, aynan nimaga qiziqishini qanday aniqlaysiz? Har bir o'qituvchi 1-sinfga qadam qo'ygan o'quvchisini birinchi navbatda so'zlayotgan nutqidan, nigohidan, bajarayotgan ishiga qarab darrov uni qobiliyatini biz ajrata olamiz. Bitta sinfda nechtadan nechtagacha o'quvchi bo'ladi? 25 tadan 30 tagacha har bir sinfda. Bir sinfda. Endi o'quv jarayonida har xil vaziyatlar bo'ladi. Qayergadir ko'chish yoki oilaviy sharoit bilan ketganlarning o'rnini boya aytgandek kvota orqali biz akademiyaga xat chiqarib, bularning o'rnini to'ldirishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar. Salomat bo'ling. Sog' bo'linglar. Rahmat bolalar. Bu strunniy bo'limimiz. Biz hozir sizlarni rassomlik bo'limiga olib boraman. Rassomlik. Bizani mana yer maydonimiz juda ham katta. Aynan qancha? Salkam 2 gektarga yaqin. 2 gektar. Bu 2 gektarlik joyimizda mana hozir harakat qilyapmiz bolalarimizga yana sharoitlarni yaxshilashga, yaxshilab bolalarimiz uchun qulayliklar yaratishga. Oshxonamiz bor o'zimizning. Endi tepada yotoqxonalarni hozir ko'rsataman. Bolalarimiz 100 dan ko'p nafar bolamiz viloyatdan kelgan. Ularga yotoqxonasini tayyorlab qo'yganmiz. Yotoqxonada yotishadi. 1920-yillardan boshlab hisoblaydigan bo'lsak, u paytda bu oddiygina deddom bo'lgan. Bolalar uyi bo'lgan. Bolalar uyidan iqtidorli bolalar ko'paygani sari keyin bu o'sha paytda hukumat bizga shunaqa anaqa berganki, o'sha iqtidorli bolalarga bitta maktab qilib, shu maktabda iqtidorli bolalarning yuzini ko'proq ko'rsatish uchun, ishlarini ko'rsatish uchun maktabimiz sekin-sekin ixtisoslashtirilgan maktab internatiga aylantirildi.
foydalanishgan. Shu internetlik holida hozir bizada o'sha paytdan beri mana 700-800 bola o'qib tahsil oladi. Va mana shu haykallar haqida ham gapirib o'ta olasizmi? Bu o'zimizning bolalarimizni diplom ishlari, diplom ishi o'zlari qilishgan. o'zligi qilishgan, o'qituvchi nazoratida. Maktabimizda bunaqalar ko'p, hamma joyda bor bizada. Endi sekin-sekin bu narsani ham takomillashtiryapmiz. Sekin-sekin olib chiqib ko'rsatishga harakat qilamiz. Aynan u yerda ham bor. Mana bu rassomlik bo'limimiz. Bu yoq yotoqxonamiz mana. Bu yer yotoqxona. Bu yoq yotoqxona, bu yog'imiz oshxona. Rassomlik bo'limimizda hozir 14 ta yo'nalishim bor mani. 14 ta. 14 ta. Amaliy dastgohlik. Amaliyda menda naqqoshlik, kulolchilik, haykaltaroshlik, miniatyuramiz bor. Dastgohliklarimizda bizada mahobatli, dastgohlik, arxitektura, sanoat dizayni, kompyuter grafikasi bolalarimiz tahsil olishadi. Hozir men sizlarga arxitektura yo'nalishidagi xonani ko'rsataman. Hukumatga rahmat, mana sekin-sekin takomillashib, bizning ham maktablarda interaktiv doskalar bilan mana shunaqa yo'nalishga oid narsalar berildi. Mana ustozimiz Ravshanjon, mana Ravshanjon 2 yildan beri shu maktabda arxitektura yo'nalishini bolalarimizga chuqur tahsil qilib beryaptilar. Hozir mana 6-sinf, 5-sinfda o'tgan yil ochganmiz bu yo'nalishni. Bizda yo'q edi bu arxitektura yo'nalishi. Mana o'tgan yilda ham hozirgi 6-sinf bo'ldik. O'tgan yilgi bergan bolalarimiz, bu yil ham yangi yo'ni kelgan bolalarimizni yana berdik bularga. Mana hozir 2 sinfda imенно shu mutaxassislik bo'yicha dars olib boryaptilar. O'zi bu soha haqida qisqacha aytib bera olasizmi? Aynan nimalarni o'rganishadi dars jarayonida? Assalomu alaykum. Birinchi arxitektura sohasida yangi kirib kelgan o'quvchilar kompozitsiya loyihasini tuzishdan boshlanishadi. Shu boshlang'ich poydevori kompozitsiya hisoblanadi. Keyin sekin-sekin shu loyiha chizmalarini chizishadi, shu shakllar, geometrik shakllarni yasashadi. Keyin shu chizgan loyihaligini maket ko'rinishida shu karton, qog'ozlardan maket ko'rinishida yasashadi. Shundan keyin bolalarning qiziqishiga qarab turib, kompyuter dasturlarida ham arxitekturaga oid chizmalarni o'rgatib kelamiz. Bundan tashqari maket yasashga kelganda, partani ustiga o'sha maxsus maket uchun o'sha gilamchalar qo'yilganmiz. Shuning ustida bolalar bemalol pichoqda o'sha kartonlarni kesishadi, keyin kleylar bilan yopishtirib o'sha yasamoqchi bo'lgan shaklligini yoki maketligini yasashadi. Faqatgina maket yasash jarayonidagina kerak bu gilamcha. Kompyuter grafikasiga o'tadigan bo'lsak, u yerda qaysi programmalardan foydalanishadi? Kompyuterda asosan shu AutoCAD dasturi orqali, Revit, 3D Max dasturi orqali chizgan loyihaligini ko'rsatib berishadi. Shu 3D ko'rinishini, keyin shu ishchi chizmalarini chizishadi. Xalqaro olimpiadalar yoki grantlarga topshirishda yoki u yerda g'olib bo'lishdi deb aytib o'tdilar. Shu haqida batafsil aytib berisizmi? O'quvchilarimiz orasida shu iqtidorli o'quvchilarni ularga maxsus mavzu beramiz. Shu loyihalar bo'yicha shu mavzu bo'yicha tayyorgarlik ko'rishadi. Shu 1-2 oy davomida tayyorgarlik ko'rishadi. Shundan so'ng xalqaro tanlovlarda arxitektura yo'nalishi bo'yicha, arxitekturaviy grafika, maketlash yo'nalishlari bo'yicha ishtirok etishadi. Oxirgi marta qaysi davlatga borishdi? Oxirgi marta Ispaniyaga safar qildim. Shu safarda arxitektura yo'nalishi bo'yicha o'quvchimizlar qatnashdi. O'zim ham qatnashdim. Shu bitta shogirdim bilan borib, shu yerda qatnashdim. Mana men sizga tushuntiraman. Bugun kun bo'yi bir sinfda ertalabdan soat 4 gacha faqat space darslar. Faqat rassomchilik yoki rassomchilik. Umum ta'limga aralashmaydi, chunki bolani chalg'itish yo'qdagi matematika ona tilidan keyin kelib bolani bir jamlab olish juda ham qiyin. Ijodiy ishga. O'sha ijodiy ishga tayinlanishi o'zi qanchadir bir vaqt oladi-da. Mana bizning dastgohlik bo'limimizniki bu yil bular diplom ishlarini qilish kerak. Hozir shu mavzuda bular hozir diplomda eskiz variantlarini ishlashadi. O'zligi qaysi mavzuni tanlasa, o'sha mavzu bo'yicha yilning oxirigacha, iyun oyigacha bular shu jarayonni olib borishadi. Demak, erkin mavzu diplom ishi berilmaydi, o'zlari tanlashadi. Oldin tanlashadi, keyin shuni ichidan biz tanlaymiz, shunga yaqin mavzu olamiz. Keyin mavzu buni tasdiqlaganimizdan keyin bolalarimiz biz o'sha mavzuga eskizlar qilib, kichkina narsalardan, mana eskizlardan katta ishga olib boramiz. Hozir nimani tasvirlayapsiz? Bu ko'pya qilinadi. Birorta mashhur rassom ishini olib, o'shaga ko'pya qilamiz.
Aha, bu shunda qaysi mashhur rassomning ishi? Buni men Pinterestdan topganman, mashhur rassomlardan. Shunchaki yoqqani uchun chizyapsiz. Bu nimaga bizada kopiya yoki nusxa deyiladi? Bolani qo'lini keltirish uchun o'sha именно o'sha rassomga yaqinroq diplom ishida shu narsadan foydalanish uchun. Professionalga taqlid qilish. Taqlid qilish. Baribir ijodkor bolalar ancha farqli bo'ladi. Hozir mana shu men boshqa narsani ko'rayotgan bo'lsam, bular ko'zlari bilan umuman boshqa narsani ko'radi. Hozir siz shu rasm bilan aynan nimani tasavvur qilyapsiz yoki nimani ko'ryapsiz? Tabiat, erkinlik, suvlar, osmon keng tasvirlangan. Endi bu yerda ochiq devorlardan qochish, shahar manzarasidan tetroda tabiat tasvirlangan. Diplom ishi demak maktabda qoladi. Mana shu bularga kerak bo'ladigan bo'yoq yoki har xil narsa maktab tomonidan beriladimi yoki o'zlari uchun maxsus sotib Yo'q, maktab tomonidan bizadan beriladigan narsa bizadan faqat sinf, bizadan ko'mak beriladigan joyimiz kam ta'minlangan bolalarga ko'proq yordam beramiz. Lekin bu yerda aytayman, shaharlik viloyatdan kelganlarimiz bor. Shaharliklarimiz har doim o'zligi xohlaganligini olib ishlashadi. Chunki kraskalarda ham farq bor. Hali xuddi Xitoyniki bilan tozaroq anaqalarnikiga o'xshagan. Bular endi ota-onasi o'zligi bilib kerakli narsani ustozi orqali kerakli narsalarni informatsiyani olgandan keyin ustoz aytgan narsaga o'sha aytilgan narsani olishga harakat qilishadi. Yotoqxonamizda yotadigan sharoitni ham ko'rsataman. Yotoqxonamiz ham aytganimdek 100 o'rinlidan ortiq joy, 100 ta boladan ortiq bola yotadi. Oshxonamiz bor. Yotoqxonaga nechinchi sinfdan qabul qilinadi? Birinchi sinfdan. Birinchi sinfdan. Birinchidan 11 sinfgacha bolalarimiz yotadi. Ma'lumjonova Safiya, 9-sinfda o'qiyman, 15 yoshdaman. Men bu sohadan ketmoqchi bo'lganimda ham o'qituvchim har doim meni yonimda bo'lib, menga shu sohaga qiziqishimga yordam berganlar. Shu yil o'zida biz Ispaniya shahriga borib, birinchi o'rinlarni olib keldik. Bu yutuqimni olishimga sababchi inson Muhabbat Ravshanovna bo'lganlar. Oilam har doim meni yonimda bo'lishgan. Biz o'tgan yili Italiya shahriga borib, bu shahrni aylanib va birinchi o'rinlarni olib kelganmiz. Shu yil o'zida Samarqand shahrida ham bo'lib, festivalda xalqaro birinchi o'rinni olib kelganman. Rang tasvir sohasida natyurmort, portret, kompozitsiya, risonak hammasini ishlaymiz. Ilhomlanishim birinchi sababchisi har doim muomala bo'lgan uchun, o'qituvchim yaxshiladi, o'shaning uchun ular bilan yaxshi kelishgan holatda ular menga tushuntirganlari, yaxshi muomala bo'lganlari uchun men chizib, yanada yaxshi chizishni boshlayman deb ular sababchi o'rgatadilar har doim. Hozir sizlarga yotoqxonada ko'rsataman, yuringlar. Ikkinchi qavatda bizada qiz bolalar, uchinchi qavatda o'g'il bolalar yotadi. Ajratib qo'yganmiz. Bu bizani yotoqxonadagi bolalarimiz dars qiladigan xonasi. Imkon qadar sharoitlarni to'g'irlab qo'yganmiz. To'g'rimizda bizani ertalabdan kechgacha bolalarimizga qaraydigan tarbiyachilarimizning xonasi. Bu yerni biz xonalarga bo'lib qo'yganmiz. Hozirgi kunda to'g'risi ulgurmadik, ozgina ta'mirlash ishlari ketyapti. Xudo xolasa buni ham mana shu keyingi haftalarga bitkazib bolalarimizga sharoit to'g'irlaymiz, lekin oldingiga nisbatan sharoitlarimiz ancha yaxshi. Boya aytgandek, boshida rekonstruksiyaga tushishga harakat qilganmiz 100 yilligiga. Xudo xolasa hukumatni ko'ziga ko'rib 100 yoshga bir asrga to'lib bitta chiroyli katta arbobi nomlarini olib biz harakat qilganmiz. Unda bu rekonstruksiyadan keyin yoki kapitalniy remontdan keyin уже boshqacha anaqaga kiradi degan umiddamiz. Yotoqxona hukumat tomonidan bizaga, mana shu viloyatdan kelganlarga hammasiga tekin. Yotoqxonadagi bu mebeldan tortib hamma narsa hukumat tomonidan bizaga beriladi. Lekin faqat ovqatiga o'sha aytgandek bitta minimalniy oylikdan bolalarimizga 4 mahal ovqatiga kunlik 1 oylikka to'lanadi. 4 mahal ovqat uchun bir oyda 412 ming beriladi, lekin undan tashqari davlat ham qanchadir har bitta bolamizga o'zini foizi bor, qo'shib ajratadi. Chunki 412 mingga 30 kun ovqatlanish 4 mahaldan juda ham anaqaga to'g'ri kelmaydi. Bu xonamiz kichkina boshlang'ich sinfdagi bolalarimiz uchun mo'ljallangan. O'ziligini narsasi, shkoflari, qilingan mebellari, narsalari shu yerda turadi. Rassom bo'lgani uchun shunaqa narsalari bor, bolalarimiz qatnashishiga, muzikantlar, dinni. Bitta xona 4 kishiga mo'ljallangan, har bitta. Yo'q, katta xonamizda 8 ta ham bor, 6 ta ham bor. Bolalarga qarabdi.
Birinchi sinflar yotishi uchun ularga mas'ul shaxs bo'ladimi? Ya'ni agar viloyatdan kelsa yoki Toshkentdan turib bitta o'zi qatnab bizada tarbiyachimiz bor ertalabdan. Masalan, mana ertalab qabul qilib olgan tarbiyachimiz soat 2 gacha, 3 gacha ishlaydi. Keyin tarbiyachi yordamchilarimiz bor, ularga yordam beradi, ovqatlanishga, bolalarini kiyim almashtirishga, bitta yotoqxonadagi hamma qiladigan ishlarga tarbiyachi yordamchilarimiz bor. Kechqurungi nochnoyga mana kechqurun yotadigan bolalarimizga отдельно kechqurungi smenni to'xtamaydi, vaziflarimiz aylanadi. Tushunarli. Ular bilan muammo bo'lmaydimi birinchi sinflar bilan? Muammo bo'ladigani yo'q, o'shaning uchun tarbiyachidan tashqari tarbiyachi yordamchisi bor. Shu bolalar bilan imini kiyimi, yurish turishi, bolalarga qarashi, o'rinlarini yig'ishtirishi, turishi hammasiga tarbiyachi yordamchilar yordam beradi. Mana hozir tarbiyachi yordamchilarimiz Ma'rifat opa shu yerdalar. Yotoqxonadagi bolalar ham aynan umumiy oshxonada ovqatlanishadi, shunaqami? Yotadiganlar faqat. Yotadiganlar. Da. Maktabdagilarchi? Maktabdagilarda bizda bufet bor. U shaharlar alohida. Ikkita oshxona, tushunarli. Birinchi sinflar bilan ishlashda sizda hech qanaqa muammo bo'lmaydimi? Ulardagi masalan ota-onasidan uzoq birinchi sinf hali yosh bola bo'lishadi va injiqlik qilishi mumkin yoki boshqacha. Va qanaqa chora ko'rasiz shunaqa paytlarda? Nima qilamiz? O'rganib qolishadi. O'rganib qolishadi. Tez o'rganishadimi yoki tajribangiz davomida? Yo'q, tez o'rganishadi. Ularga yordam beramiz ertalab kelib 6 dan sochini tarashiga, kiyinishiga, joyini zapravka qilishiga o'rganib qolishadi. Lekin birortasi hali biror marta yig'lagani yo'q, uyga ketaman deb. Juma kuni ketgan o'quvchimiz shanba kuni qaytib keldi, yig'lab uydan. Yo'q, kelaman. Bitta yaxshi tomoni bor, afsuski bitta bolalarimiz o'zini tengqurlari bilan bo'ladi. Keyin o'zi yaxshi ko'rgan, o'zini mutaxassisligi bilan shug'ullanadi. Bitta bulardan tashqari, mana men sizga tushuntirib beray, umum ta'lim fanlari o'qituvchilari kelib ham dars o'tishadi. Bolalarga to'garak sifatida o'tib, qiziqtirib ketishadi bolalarni. Yotadigan bolalarimiz faqat bitta yotish uchun kirmaydi, ovqatlanish uchun kirmaydi. Undan tashqari bizda har bir o'zini to'garagi bor. Ingliz tili bor, o'zbek tili bor. Kim nima fandan bolalarimiz qiziqsa, shu narsaga mana bitta o'sha darsxonamizda dars o'tib, bularga ana qilib motivatsiya berishadi. Tushunarli. Bitta tarbiyachiga nechtadan bola to'g'ri keladi? Aynan qarash yoki umumiy ta'limni hammasiga qarash uchun. Ikkita tarbiyachiga 30 ta bola. Ikkita tarbiyachiga 30 ta bola. Chunki kunduziga bor, kechasiga bor. Aylanish uchun 30 taga ikkita. Ularning xavfsizligi qanchalik ta'minlanadi? Bu betda xavfsizlik choralari ko'rilgan. Betda Milliy gvardiyaga biza har bir anaqani ulab qo'yganmiz. Hech qaysi bir tashqaridan kiradigan yo bolalarimiz tashqariga chiqadigan anaqa yo'q. Kechqurun ertalab soat 6 da podyom turg'izilib, bolalarni o'qishga tayyorlab, ovqatlantirib, zavtraqlar qildirib, nonushta qildirib chiqarishga tayinlansa, kechqurun 9 dan bolalar shu yerda hamma narsasini yig'ishtirib, bolalarni hisob-kitobini qilib, bu yerda yotqiziladi. Kechasiga faqat eshiklar qulflanib, tarbiyachilar qoladi. Tushunarli. Demak, ertalab kechqurun ism familiya bo'yicha tekshirib olinadi. To'ppa-to'g'ri. Bu bizning bitta holimiz, bu mana musiqachilarimizga fortepiano qo'yilgan. Bu yerda u yoqdan kelgandan keyin dars bo'lmaganda kechki payt tayyorlanadigan bo'ladigan bolalar bo'lsa, ustozlaridan yoki tarbiyachilardan ruxsat olib, mana bu yerda ozgina shug'ullanishadi. Ustozlari bergan vazifalarni shu yerda tayyorlashadi, harakat qilishadi. Ertasi kuni darsga borganda yaxshi baho olishga harakat qilishadi. Bu ham katta sinfimizdaniki, mana yuqori katta sinflarimiz yotishadi. Bu yerdan ham hisoblasangiz 4 tadan 8 tagacha. Hamma bolalarimizga shkoflar, tumbuchkalar berilgan. Sharoitlarimizni aytmaman, rekonstruksiyagacha qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Mebellarni o'tgan yili hamma narsasini yengiladik. Endi to'g'risi haligi oxirgi anaqadagi bo'lmasa ham, hali nima harbiylarnikiga o'xshatib bolalarimizni shunaqa ozgina tarbiyalayapmizki, hali uyda ko'rmagan narsani shu yerda ko'rishyapti xudo xohlasa. Lekin boya aytganlari to'g'ri, ketgan bolalar уже bu yoqqa qaytib kelishga harakat qilishadi. Tezroq kanikul tugasa-yu shu maktabga kelsam. Aynan bu maktabni qaysi xususiyati uchun deb o'ylaysiz? Nimaga ular ko'proq maktabga intilishadi? Ya'ni maktabning qanday jihati bor? Meni o'ylashim, men shu yerda o'qiganman. Men sizga aytaman. Men ham o'zi shaharlik bo'lsam, men har doim maktabga kelishga intilardim. Maktabni nimasi yaxshi bu yerda? Avvalambor birinchi ko'rganingiz o'zingizni yaxshi ko'rgan mutaxassisligingiz. Rasm chizishmi, musiqa chalishmi, bola shunga intiladi. Ikkinchi tomoni, viloyatlardan kelgan bolalar, shaharlik bolalar bilan uyg'unlashib, mashta bir-birini juda ham topib inoq bo'lish. Bular bu yerda xuddi shu narsani
uyda topolmagan narsani shu yerda topishyapti. Bolalarni shu darajada olib borishadiki, bolalar bu yerdan mana hali ko'rsangiz, hammasi yugurib kelib quchoq hali darslar tugamadi, 1-2 dan keyin hamma bolalar o'zining xonasiga kirib, tarbiyachini oldidan hech qaysi birisi ketmaydi. Ikkinchi ona bular. Ikkinchi ona uyim mana shu yerda, oiladan chaqirishadi ustoz deb. Aynan mana shu sanujelga keladigan bo'lsak, bitta qavat uchun bittami yoki Har bir qavatimizda bor. har bir qavatimizda bor. O'g'il bolalar отдельно, qiz bolalar отдельно, keyin pastda o'zimizning umumiy personallarimizga отдельно, o'qituvchilarimizga отдельно. Hech qaysi biri bir-biriga uzviy bog'langan joyi yo'q. umum ta'limdagilar ham yotoqxonada turishadi. Bizda umum ta'lim deyilmaydi. Bizda yo musiqachi, yo rassom. Chunki umum ta'limni faqat musiqa bilan rassomchilik yig'ib beradi. Bizda faqat rassom bilan musiqa, lekin yig'ilganda bitta umum ta'lim sinfi bo'ladi. Masalan, 30 ta bola bo'lsa, 10 tasi musiqachi, 20 tasi rassom. O'sha bir sinf shakllangan. Undan keyin 20 tasi rassomlikka keladi, 10 tasi musiqaga boradi. Umumiy darslarni birga o'tishadi demoqchi. Ha, umum ta'limdagi hammasi bir. Faqat uni ichida rassom ham, musiqachi ham o'sha yerda o'tiradi. Ko'pchilik tushunmaydi qaysi ma'noda. Hozir rasm bilan faqat ikkita deb aytsak, yo'nalish deb qo'ysak, umum ta'lim yo'q ekan deb o'ylashadi-da. Umum ta'lim o'zi azaldan bo'lgan umum ta'lim o'sha maktabni oddiy maktabni programmasi bilan o'qiladi. Boya aytganimdek, faqat imенно shu rassomchilik va musiqa ixtisoslashganligi uchun 1 soatdan ozgina kamaytirilgan asosiy anaqalarda rassomlar bilan musiqachilar ko'proq chiqsin degan niyatda. Tushunarli. Bir haftada boya aytib o'tdingiz, bitta kunni to'liq spets fan uchun qilamiz deb. 1 sinfdan 4-sinfgacha aralashib o'tiladi. Qaysi ma'noda 3 soat umum ta'limdan, 3 soat mutaxassislik fanlari. 5-sinfdan 2 kunga o'tamiz. 4 kuni umum ta'lim, 2 kuni to'liq mutaxassislik darsi. 8-sinfdan biza уже 3 kunlikka o'tamiz. 3 kun bizada mutaxassislik fanlari, to'liq 3 kun umum ta'lim fanlari. 11-sinfda ham xuddi shu ahvol. 3 kundan. 3 kundan. O'shaning uchun ham 11-sinfni bitirganimizdan keyin bizga o'rta maxsus mutaxassisligi qaysi yo'nalishni bitirsa, o'sha bo'yicha diplom beriladi. Konservatoriyaga kiradimi yoki bizani Kamoliddin Bekzod institutiga kiradimi, chet ellik institutga kiradimi, biz qo'lda diplom bilan chiqarib yuboramiz. Bolalarimizga qulaylik bo'lishi uchun, uzoqqa bormasligi uchun shu qishda ham ichkaridan tushiladi, tashqaridan emas, ichkaridan ham yo'l qilib qo'yganmiz, bolalar sovqotmasligi uchun. Shu yerda bolalarimizga tinmay ertalab soat 4 dan kechqurungi soat 8-9 gacha 4 mahal, 5 mahal ovqat qilib beradigan bizani shef-povurimiz, maslupamiz bo'ladilar. Baraka topsinlar. Yotoqdagi bolalarimiz hech qachon hali och qolib yoki ovqatlari nima deydi, ovqatlarini yemay yoki anaqa qilmaydigan emas. Mana o'sha bolalarimiz ham diplom ishlaridan yotoqxonaga taalluqlilarini shu yerga ilib qo'yganmiz. Menyularni kim tuzadi va har qanchada yangilanadi? Har anaqani yangi berishadi. Ana men uni ilib qo'yganman, hujjati bor, tasdiqlangan. Har kuni ertalab zavtraqni ilib qo'yaman. Ya'ni sizga qachon yetib keladi demoqchiman. Menga bir haftalik vaqt berib qo'yishadi. Demak, har hafta yangilanadi. Har hafta yangilanadi. Menyuni kim tuzadi? Dietologlar bormi maxsus yoki oshpazlar? Maxsus anaqamiz tuzib berishadi. O'zligi tuzib, olib kelib, tasdiqlaymiz, qo'yamiz, keyin qo'yamiz. Pechatlari direktorga borib, tasdiqlaymiz, sesga borib kelishyapti hozir. Sesdigilar ham tasdiqlab berishadi. Har soat nechida bo'ladi? Hozir tushlik vaqti mana birinchi zavtrkim 7:15 da tushadi. Уже 15 da kam 8 larda уже darsga ketishadi. Второй завтракim 10:20 da tushadi. U ham yarim soat, 1 soat ketishadi. Keyin anaqa obedim 2 da tushadi. Chiqib ketishadi 1 soat obedligi. Shu bilan ujin soat 6 da. Soat 6 da. Bir kunlik menyuni aytib bera olasiz? Masalan, nimalar yeyishadi va nimalar taqiqlanganini menyu. Masalan, mana bugun menyu turibdi. Olsa bo'ladi? Har kuni ilib qo'yaman, bolalarga aytaman, qaranglar, mana shu tasdiqlangan direktor qo'yib beradilar. Mana bir kun, bu bir hafta oldin уже tuzilgan bo'ladi, lekin tasdiqlashi direktor o'sha kuni bir kundan oldin mana kecha kechqurun tasdiqlatib ertalabga ilib qo'yilgan. Chunki bular ertalab 4 da kelganda nima qilishlari uchun tasdiqlaydi, keyin mana bosh qo'rman, qo'yaman. Mana har kuni mana pervi qildim, mana zavtrak qildim, hammasiga probimdan bankam bor. Masalan, bir xil atravit bo'lib qoldi deydi, menda gazato'stim, o'sha ovqat bo'ladi, sirazi ertalab o'sha tayyorlagan mahsulotlarimdan bankaga solib qo'yaman. Hammasini. Masalan, kelib tekshirsa, mana ichib ko'ringlar deyman. Lekin menyuda o'sha ovqat bo'ladi, men masalan boshqa ovqat qilib solib qo'ymayman.
minimumda nima ovqat bo'lsa обязательно man probnik olib qo'yaman har kuni. Oshxonada nechta xodim ishlaydi aynan bulardan tashqari? Bulardan tashqari ikkita bitta podsobniklari bor, bitta помощники, zagotovщигim еще bitta posуда zagotovщик. Shunda hamma ovqatlarni o'zingiz qilib tayyorlaysiz. Ovqat hammasi shef-повар o'zlarida. ani pekarnik ham o'zim, povarnik ham o'zim. Bitta o'zim tayyorlayman. Bulshkalarni ham o'zingiz tayyorlaysiz. Hammasi o'zim tayyorlayman. Necha yildan beri aynan shu oshpazlik faoliyati? Men 20 yildan beri ishlayman. O'zim sohamni yaxshi ko'raman, to'g'risi. Mehr bilan ishlayman boringcha. Mana hozir bulishkalar ikkinchi zavtrakda ko'proq bulishka shirinliklar qilishadi, somsalar qilishadi, tugaydi. Endi mana hozir tushlikka harakat qilishyapti. Tushlikda xudo xolasa bolalarimiz shaharliklarimizga o'sha tushlikka qilinadigan ovqatga harakat qilishyapti. Endi o'sha tushlik bo'yicha soat 2 ga tayyorgarlik ko'riladi. Ko'pchilik bolalarimiz 2 dan keyin umum ta'lim fanlaridan keyin darslari tugagandan keyin uyga ketib ovqatlanib bemalol uyga ketib turishadi. Bu yerda aynan shirinliklardan tashqari asosiy ovqatlar ham sotiladi. Ha, bu yerda ovqatlar masalan qarang. Bugun bizada somsa yoki pishiriqlar kuni bo'lsa, ertasi kuni uje bizada pitsa yoki bir kerakli narsalarni qilib berishadi. Har kuni almashadi. Tovuqdan qilinadigan bor, go'shtdan qilinadigan bor, keyin kalbasa mahsulotlaridan bor. Kim nima o'sha kerakli narsa bo'lsa, SES tomonidan ruxsat berilgan anaqa bo'yicha ishlash, format bo'yicha ishlashadi. Bu mahsulotlar hammasi pulli. Bular pullik. Bular chunki shahar ajratmaymiz hech qachon viloyat bilan. Endi kim puli bo'lsa kirib ovqatlanadi. Даже bizani ustozlarimiz ham shu yerda ovqatlanishadi, uzoqqa borishmaydi, tashqaridan hech nima qidirishmaydi. Ustozlarimiz ham kirib shu yerda bemalol hali kirib kelgan joyimizda ustozlar uchun joy qilib qo'yishgan. Ustozlar bemalol ovqatlanishadi, bu yerda bolalar uchun harakat qilishadi. Mana shu ko'pincha aytadi, maktab bilan chetni narxi biroz qimmat bo'ladi maktabdadir. Shu narxini ayta olasizmi masalan? Somsa va qilgan burgerlar. Somsa 4.5. U qanaqa farqlanadi? Kartoshka bilan to'g'ri. To'g'ri 5000, kartoshka 4000. Burgerlar? Deyarli farq qilmaydi. Hammasi. Qo'ldan kelgancha harakat qilishadi. Bular ham jonligini berib, shu bolalarimizni qonni to'ysin deb harakat ertalab voqlikdan kelib. Suv narxini ayta olasizmi oxirgisi? 3000. Chunki juda ko'p joyda aynan suv bilan har xil narx bo'ladi. Bu haqida har xil hazillar ham bor, o'shaning uchun aynan sizni so'ragan. Katta mutaxassis psixologimiz keling bu yoqqa. Sohibaxon. Assalomu alaykum. Bu Sohibaxon men boya aytganimdek, maktabimizni psixologi bo'lishdan tashqari maktabimizni shu san'atga qiziqtirib, bolalarimizni o'zlari ham qiziqib mana bu yil o'zimizni o'quvchilar bilan birga shu ishni olib bordilar. Bu bilan ko'rgazmalar ham qilishga ulgurdilar. Mana bu yil o'zida ochilgan ish faoliyatlarida juda ham o'zlariga pishiq, bolalar bilan, ota-onalar bilan ishlash jarayoni juda ham yaxshi. Biz bu inson bilan juda anchadan beri ishlaymiz, bilamiz bir-birimizni. Shunda psixologiya bilan buni o'rtasidagi bog'liqlikni aytib bera olasizmi? Chunki bu maktabda o'qimaganlar ham balki shu ish bilan shug'ullanib o'zidagi qaysidir muammoni hal qilishi mumkin. Albatta. Shogirdlarimdan birini agar misol keltiradigan bo'lsam, 8 yoshli qizimiz 2-sinfda o'qiydilar. Aytilmaydi, lekin ularni psixologik biroz muammolari bor edi va ota-onalariga shu narsani tavsiya etdim. Art terapiya kursi ochganman va mana shu kursning ichida men bolalarga zargarlik, ya'ni o'zlari uchun turli xildagi aksessuarlarni yaratishni o'rgataman va bu jarayonda albatta har bir o'quvchi bilan individual shug'ullangan holatda o'rgatish jarayonida u bilan suhbat olib boriladi. Tabiiyki, psixolog biror bir narsani o'rgatish jarayonida olib boradigan bo'lsa, bu birinchidan bola uchun qiziqarli, ikkinchidan o'zi biror bir narsani yaratgandan keyin insonni o'ziga nisbatan ishonchi oshadi. Hamda u narsadan foydalansa, boshqalarga nisbatan munosabati ham o'zgara boshlaydi va jamoada o'zini ko'rsata olish, liderlik qobiliyatini ham bevosita rivojlantirib boramiz. Qoyil. Mana shu psixologiya sohasida bolalardagi psixologik muammo haqida aytib bera olasizmi? Nima tajribangiz davomida bo'ldi va qanaqa bartaraf etdingiz? Kichik yoshdagi bolalarda ko'pincha o'zini fikrini mustaqil ravishda bildira olmaslikda, o'smirlarda ko'pincha ota-ona bilan tushunmovchiliklar, ulardagi shaxsiylik inqirozi, ularni ota-onasi ularga vaqt ajrata olmayotgani va
ularni hech kim eshitmayotgani, shikoyat qilishadi. Mana shunday muammolar bilan ko'pincha shikoyat qilishadi. Psixologik testlar o'tkazasizmi va namuna bo'lsa ko'rsak bo'ladimi mana psixologik testdan? Sizga bu Hozir namuna shaklida sizga qo'ydim. Bu seminar trening jarayonida bolalar bilan ishlanadi. Ya'ni bolani o'zini kasbiga nisbatan qiziqishini uyg'otish hamda mana shu kasbni orqasidan, ya'ni 10 yildan keyin o'zini qanday his qiladi hamda qaysi kasb egasi sifatida o'zini tasavvur qila oladi. Bundan tashqari temperamentni o'zimga moslashtirib tuzilgan varianti bor. Ya'ni biz jadval ko'rinishida ishlaymiz va mana shu savolnomalarni yechish bilan birgalikda avtomatik bolani temperamenti kelib chiqadi. O'zi eng muhim jihat ham aynan temperament bo'lishi. Yaqindagina ilmiy tadqiqot markazi tomonidan xalqaro tanlov o'tkazildi. Aynan psixologiya yo'nalishi bo'yicha bolalar psixologiyasi bo'yicha tadqiqot o'tkazdik va tadqiqot natijasi o'laroq menga mana shu nishon bilan taqdirlanish nasib qildi. Bu aynan bolalar psixologiyasi bilan shug'ullangan. U biror ish topshirdingizmi yoki qanday? Bizda ilmiy maqolalar tanlovi bo'ldi va mana shu tanlovda meni maqolam qoldi. Tabriklaymiz. Maktabimizda oldin quvnoq startlarga biz ham qatnashganmiz. Yillarda anaqasi bilan men o'zim shaxsan o'zim qatnashganman. Yosh bo'lganmiz u paytda. Hozir ham oxirgi paytlarda sport sohasida ham bizani yutuqlarimiz beqiyos. Sababi ustozlarimizda har bir sinfda bittadan har xil sport turiga qatnashadigan o'quvchilarimiz bor. Faqat rassomchilik va musiqa yo'nalishida emas, fextovaniya bor, sport turlaridan bizada basketbol bor, karatega qatnashayotgan, boksga qatnashayotgan bolalarimiz bor. Ular ham musobaqalarda chet ellardan yuqori o'rinlarni olib kelishyapti. Ular bilan ham biz g'ururlanib yuramiz. Faqat biz rassom yoki musiqachilar emasdi. Bizda sport o'qituvchilarimiz, murabbiylarimiz ham bizda faol ishtirok etishadi, faol qatnashishadi. 95 yil ichida bu sport zalimiz qanaqa musobaqalar ko'rmadi, nimalar ko'rmadi. Bu jarayon juda katta-da. Ijodkor o'quvchilar boshqacharoq bo'lishadi, ko'pchilik introvert bo'lishadi va o'z umuman olganda ham o'z tarixda yoki boshqa joyda ham ijodkor o'quvchilar ancha farqli bo'lishadi-da va ko'pchilik ularni qanaqangidir aqliy jihatdan boshqacharoq deb ham o'ylashadi. Chunki juda ham xayolparast va ular bilan ishlash oddiy o'quvchilardan farqini ayta olasizmi? Shu muhitda o'sganimiz uchun, shunaqa bo'lganimiz uchun ham u bolalarni biz juda ko'proq tushunamiz. Sababi shu sohani egasi bo'lmoqchi bo'lgan o'quvchilarimiz shu maktabga kelayotganda san'atga qiziqqan bolalar haqiqatda aytganingizdek sal boshqacharoq bo'ladi. Qaysi ma'noda? Bo'lishi mumkin to'polonchi yoki hali aytganini qildiradigan bo'lishi mumkin, lekin u oddiy ko'chada oddiy bolalarga nisbatan sal boshqacharoq bo'ladi. Qarashlari boshqacha bo'ladi. Bu shovqindan asrash uchun ikkita ish qo'yilganmi yoki boshqa? Bu shu anaqadan mana bu ham ko'p anaqalarda qatnashgan qizimiz. Assalomu alaykum. Hozir qanaqa asbob chalaman dedingiz? U bitta asbob turibdi, to'g'rimi? Mana shu oldingizdagi rubobni kichkinasi. Prima deyiladi. Chalib bera olasizmi? Zo'r chaldingiz. Bu necha yoshingizdan beri shug'ullanasiz? 7 yosh. 7. Hozir nechinchi sinf? 9-sinf. Bu aynan shu asbobdan boshlaganmisiz yoki keyinchalik bu asbobga o'tganmisiz? Birinchi shu asbobdan. Birinchi shu yerdan. Qayerdan o'zi qiziqish paydo bo'lgan aynan musiqa, narsa chalishga? O'zi yoshligimdan pianinoga chalishga qiziqardim. Keyin bu yerga kelganimdan keyin oyim yoqtirganlar, mana shunaqa asboblarni, musiqalarni yaxshi ko'rardilar. Keyin уже qidirganimizda maktab qarasa musiqa maktabi chiqib qolgan. Keyin o'zimga yoqqan pianinolar bo'lgan. Hozir ikkita asbobni ham chala olaman-da. Pianinoni ham chala olasiz. Pianino chalib bera olasizmi? Marta Qozog'istonda aynan qaysi instrument bilan qatnashdingiz tanlovda? Biz asosan Qozog'istonda ikkita instrument bilan. Biz ikkalasi ham bir xil instrument. Agar buni instrumentni simi uzilib ketsa, bu instrumentni qo'yib, ikkinchi instrument bilan
Chalasiz. Shunda ikkalasi ikki xilmi yoki bir xil bo'ladi? Bir xil. Faqat eshitilishi boshqacha bo'ladi. Hozir pianino chalib berasizmi? Hozir ip uzilib ketishini haqida aytdingiz. Ya'ni tanlovda qanaqa shunaqa holatlar bo'lganmi o'zi sizda? Tanlovda bizda juda ko'p bunaqa holatlar bo'lgan. Asosan Aytib bera olasizmi birortasini? Keling bu yoqqa. Asosan borganimizda iloji boricha ikkita asbob olib borishga harakat qilamiz. Ikkita bir xil. Ikkita bir xil. Chunki aytganimdek buni simi uzilib ketsa, buni simi, chunki bizning simimiz juda ham nozik bo'ladi. Agar simi uzilib ketsa, bunisini qo'yib, ikkinchi rubob bilan aniq qilsa bo'ladi. Mashq qilsa bo'ladi. Asosan mana mediator bilan shu aniq qilamiz, chalamiz. Bundan ham iloji boricha ko'proq olishga harakat qilamiz. Chunki chalganda bu ham sinib ketadi. Agar pianino bilan qatnashsangiz-chi? Unda qanaqa qilasiz? Yo'da o'zi har xil davlatlarda ham, har xil joylarda ham pianino asosan bo'ladi. Chunki muzikaliy maktabda asosan pianino bo'lishi shart. Kelajakda qanaqa rejalaringiz bor? Musiqa bilan bog'liq. Kelajakda xolos o'zimiz maktabga kelib, ustoz bo'lib, yana shunaqa muzikantlarni o'qitishni bor. Mana hammasi shu xatga borganligidan dalolat beradi. Shu medallar, shu suvenirlar, o'yinlar hammasi shu yerdan kelgan. Bolalarimiz nufuzli joylarda qatnashib, yaxshi o'rda, даже Gler, Uspenkalar bilan bir qatorda bemalol raqobatlashadigan o'quvchilarimiz kuchli. Tushunarli, rahmat. Bitta bularga nimaga men sizga anaqa berib aytaman, nimaga musiqada qiyinroq. Musiqa borgan joyida joy, tabiiy chalib berish kerak. Odam boyidagi muhitga tushib qolganda o'zini yo'qotib qo'yib, rassomlar chizgan asarini olib boradi. Chizgandan keyin erta chizib berganda ham odam ruhan tayyor bo'lib boradi. U chizib yurgan narsasini chizib berish, ana boyidagi hali aytgandek manzara bo'ladimi, qo'yib bergan nima chizib berish, ular qilib yurgan ishi, ularni ham qilib yurgan ishi. Lekin bular joy chalib odam boshqacha anaqada bo'ladi-da. O'shaning uchun bularniki sal qiyinroq. Keyin bularni bizani yutib yegan, masalan, birinchi o'rinda men rassomlarni kamsitmayman. Rassomlar ham o'zi chizgan rasmiga oladi. Lekin joy chalib olib berishi bularni ish qiyinroq demoqchisiz. Tahsinga sazovor. Boy kelishingizning sababi ham shu. Mana shu musiqada eshitmasligi uchun bu imенно faqat musiqa bo'limida bor deb bu narsa. Mani o'zimni o'qitganlar. Mani o'zim ustozim, maktabimiz faxri, Mohir Najina, tarix va geografiya fanlari bo'yicha mutaxassismiz. Mana shu pedagogik faoliyatingizda umumiy nechta o'quvchini o'qitgansiz? Juda ham ko'p. Keyin men ko'p maktabda menimcha eng ko'p sinf chiqargan men bo'lsam kerak. Nimaga desangiz, men ikkitadan sinf teshdim. Bu yil mana bitta sinf olmadim. Olmadim, bitta sinf chiqardim. O'tgan yil 11 chiqardim, bu yil mana 9-chi yana 9 sinf. Bu yil olmadim. Har doim o'zi ikkitadan sinf teshlaganman. To'riyaptilar, mana hozir Rustam to'riyaptilar. Nimaga desangiz, hamma viloyatda o'quvchilarim bor. 90-yilda bitirib ketgan o'quvchilarim bilan ham aloqam bor. 88-yilda mana bular bitirishgan. Bular mana ishlashyapti, Zafar mana ishlayapti, Rustam ishlayapti, ko'plar. Nima desam ekan? Yaxshiga yaxshi, yomonga yomon deydimi? O'qimagan o'quvchini urishaman. Shaxsiga tegmayman, lekin urishaman. Nimaga o'qimading deganim o'zida boya o'quvchi shunda turadi, o'zi to'lib turadi. Nimaga dars tayyorlamading degan. Bilmadim, lekin hamma haqiqat. Demak, qattiq qo'l o'qituvchi bo'lganlar. Necha yildan beri mana shu pedagogika sohasidasiz? 50 yildan beri. 50 yildan beri. 50 yil bo'ladi pedagogik sohamga. 70 yoshga to'laman bu yil, xudo xohlasa, ozginadan keyin. Shu maktab o'zida 47 yildan beri ishlayman. 50 yildan beri turli davrni odamlarni o'qitdingiz. Hozir mana Z avlod deyshadi. Avvalgi o'quvchilar bilan hozirgi o'quvchilarning farqi va qaysi birida osonroq? Yoki ikkalasida ham teng qiyinmi? Oldingisi menga osonroq. Nimaga desa, oldingi bolalar ko'p kitob o'qidi. Ko'p kitob o'qidi, savol berardi. Qanaqadir intilishi bor edi qolganlar. Ishtiyoqi kuchli edi. Hozirgi bolalar ko'proq telefonga yopishib qolgan.
telefon hamma narsani telefondan qarashga anaqa qilishadi. Hattoki bir xil bolalar YouTube'ga kirib savol qarashadi. Mana masalan dars o'tsam, o'sha darsga oid temalarni so'raydi. Anqilab davlatlarga man degani edi, man tekshirishmoqchi bo'ladi, telefonda qarab. Ana endi keyin javob berganingizdan keyin, ha, bu bilarkan deydi. Agar bitta savolga javob bera olmasangiz, bola aniq bilmas ekan deydi. Shuning uchun men har doim o'z ustimda ishlayman. Darsimni o'tishdan oldin uyda o'tirib qarayman. Nimalarni men bilmayman, nimalarni qaytarib olishim kerak. O'shalarni qaytarib, o'rganib, ertasi kuni tayyor bo'lib kelamanki, shu o'quvchi menga savol berganda men javob beraman. Bu bizani fortepiano bo'limida Xurnisa degan ustozimiz shu maktabda o'qib, shu maktabda tahsil olib, konservatoriyalarni bitirib, mana hozir o'zlari ham o'zlariga o'xshagan o'quvchilar chiqaryaptilar. Mana hozir mana bizani kichkina bu musiqiy anaqamizdagi kichkina zalimiz. Siz hozir nechinchi sinfda o'qiysiz? 10-sinfda o'qiyman. 10-sinfda. Konservatoriyaga aynan harakat qilyapsiz kirish uchun. Necha yoshingizdan beri aynan musiqada instrument chalasiz? Shu kirganimdan beri, bu yoqqa o'sha kelganimda repetitorlikka olishgan. Shundan beri animatsiya qilaman. Ya'ni 6-sinfdan beri. Yo'q, 1-sinfdan beri. 1-sinfdan beri. Necha yoshingizdan o'zi qiziqqansiz? Yoshligimdan, chunki oilamda muzikantlar ko'p bo'lgan. Omad tilaymiz. Konservatoriyaga yaxshi kirib olib, o'ylagan niyatingizga yetinglar. Rahmat sizlarga. Bu kichkina zalimizda men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan bir narsa. Bunga ham biz ancha yil tayyorgarlik ko'rdik. Hozir maktabimizni oxirgi paytdagi mana 100 yoshliga rekonstruksiyaga, hozirgi asfaltda qilingan anaqamizga, polyamizga, maydonimizga shu zdaniyani tushirmoqchimiz. Bu bizani o'quvchilar qilishgan. O'quvchilarimiz qilgan arxitektura yo'nalishida shu 3 etajli imoratni o'shatga biza proyektini qilib, chizmalarni o'sha hokimiyatga, akademiyaga berganmiz. Biza kelajakda xudo xolasa agar ruxsat berishsa, o'sha joyda shu maktabimizdagi bolalarimiz uchun buni o'quv anaqasidan 11-sinfda bitiruv anaqalasiga katta 200 kishilik zal ichida mana shu hozirgi texnologiya bo'yicha qilinadigan oxirgi rusumdagi bir bino tushirib shu bolalarimizga taqdim qilmoqchimiz. Я Мирзаева Анна, ученица 7 класса на отделе специального фортепиано в классе педагога Лунтовской Веры Валентиновны. С детства мне нравились произведения таких композиторов, как Бетховен, Бах, Рахманинов, Моцарт. Меня привлекала оркестровая музыка, музыка камерных инструментов, таких как скрипка, виолончель. И, конечно, безумно привлекала музыка самого фортепиано, его величие, его большая значимость в роли мира музыки. Также участвовала на различных международных конкурсах. В прошлом году участвовала на международном конкурсе, который назывался «Путь к мастерству», и заняла там первое место. Конкурс проводился в Ташкенте, но сами организаторы и жюри были из Казахстана. В нашей школе очень грамотно выстроено обучение, большое внимание уделяется специализированным предметам, таким как сольфеджио, теория, музыкальная литература, специальность. В нашей школе преподают замечательные педагоги с большим стажем работы, с высшим образованием и с правильным педагогическим подходом. Men Baltabayeva Nodira Muxtarjonovna Respublika ixtisoslashtirilgan san'at maktab internatida 6 yildan beri faoliyat yuritaman. Umumiy stajim 20 yildan oshiq.
Shu maktabda musiqiy nazariy fanlardan dars beraman. Garmoniya, solfejo, musiqa adabiyoti, musiqa nazariyasi fanlaridan dars beraman. Sankt-Peterburgda, Moskvada, o'sha ko'proq biz Rossiya davlatlarida bo'lgan o'sha olimpiadalarga o'quvchilarimiz qatnashtiramiz. Ular faol qatnashadi va yuqori o'rinlarni olishadi. 1, 2, 3 kam holatda, lekin ko'p birinchi o'rinlarni olishadi. Bu yil maktabimizda o'sha 3 ta bizani maktab ixtisoslashtirilgan maktab va ixtisoslashtirilgan san'at maktabimizdan tashqari yana Gler ixtisoslashtirilgan musiqa maktabi va Uspensky nomidagi ixtisoslashtirilgan san'at maktabi 3 ta maktablar aro musiqa nazariy fanlari bo'yicha, aynan musiqa nazariyasi fani bo'yicha 8-sinflar o'rtasida biza olimpiada o'tkazdik. Olimpiadada bizning o'quvchilarimiz a'lo natijalarni ko'rsatishdi va tengma-teng shu 3 ta maktab ichida yaxshi natijalarga erishdik. Bugungi maktabimizni o'zingiz ko'rdingiz va hozir tugash qismida bitta narsa so'ramoqchiman. Juda ko'pchilik bolalarda aynan iqtidor bo'ladi, ya'ni talanti bo'ladi, rasm chizishga yoki biror bir instrumentni chalishga yoshligidan. Lekin bizda aynan san'at sohasiga jiddiy qarashmaydi. Uyda va ota-onalarda bo'ladigan ishni qilsang bo'lmaydimi deb ularni demotivatsiya qilishadi, motivatsiyani tushuntirishadi va undan ko'ra iqtisodga, matematikaga yoki til o'rganishga ularni ko'proq burishadi. Bu sohani kelajagi haqida aytib bera olasizmi? Endi to'g'ri aytaman, hozir ko'pchilikning xayolida faqat shu bitirgan bolalarimiz faqat maktabda qoladi yoki shu yerda oliy dargohda o'qituvchi bo'lib qoladigan fikrdan hammamiz yiroq bo'lishimiz kerak. Inson o'zini ustida ishlasa, o'zini mutaxassislik fanini yoki o'sha mutaxassisligini, ixtisosligini yaxshi ko'rsa, o'ylaymanki, kelajakda o'sha yutuqlarga erishadi deb o'ylayman. Demak, har qanaqa sohada baribir o'zini ustida ishlagan odam daromad jihatidan ham yaxshi topa oladi va status yoki boshqa jihatdan ham yaxshi topa oladi. Qaysi tomondan qarashiga bog'liq. Kimlardir daromad uchun, kimlardir o'zini malakasini oshirish uchun. Men oxirgi paytlarda ko'raman, masalan, men rassomlar ko'p to'g'risida gapiraman. Rassomlar hozirgi kunda juda ham o'zini ustida ishlab, rasmlarini chet ellarda ko'rsatib, O'zbekistonni ozgina bo'lsa ham chet elda tanishga harakat qilishyapti. San'at, rassomlik yo'nalishi bo'yicha. Bu maktab haqiqatan ham salkam 100 yillik maktab va shu hozir internetda qaraganda 5700 ta bitiruvchini shu vaqtgacha chiqargan ekan. Takomillashtirib, Gler yoki Uspenka yoki konservatoriya yoki Badiiy akademiya tizimidagi viloyatdagi maktablarga o'xshab bir rekonstruksiyaga tushirib, chiroyli xonalar qilib bizga ham qilsa, bolalarimiz bundan-da ko'proq yutuqlarga erishadi, natijaga erishadi. Rahmat. Sizlarga ham kattakon rahmat. Bunaqa chiroyli suhbat, shunaqa maktabimiz to'g'risida mana shunaqa ko'rsatuv harakat qilganingiz uchun kattakon rahmat sizlarga. Ota-onalarning muhim qarorlaridan biri ham aynan shu, ya'ni farzandiga to'g'ri maktab tanlash. Bu borada esa sizga Promaktab yordam beradi. Maktablar haqida foydali kontent uchun hozirroq sahifaga obuna bo'ling. Xo'sh, keyingi sonda qaysi maktabni ko'rishni xohlaysiz? Izohda yozib qoldiring.